Xo'sh, assalomu alaykum. Yana bir bor hammaga. Jizzax shahar Orom mebellar bozori jamoasi xudo xolisa yana bitta uston ijaralarni yakuniga yetkazdi. Bugungi manzilimiz Sirdaryo viloyati Guliston shahri 5-mikrorayonmidi? 4-mikrorayonga 4-etajga domga xudo xolisa mana shunday mebelimizni olib kelib o'rnatib berdik. Xo'p, klientimiz через internet Rossiyada turib o'zlari zakaz qildilar. Nasib bo'lsa mana shu ustonovka qilganlarimizni sizlarga ko'rsatib beramiz. Hammasi klientimiz ideyasi bo'ladi. Ya'ni klientimiz ukajon menga bo'yiga shuncha, eniga shuncha, shunaqa rangdan bo'lsin, shunaqa rangdan deb aytdilar. O'shanaqa aytgan narsalarini aytganlaridek olib kelib, xudo xolisa duolarni olib chiqib ketyapmiz. Xo'p, xonani sizlarga tushuntirib o'tamiz. Dom 4-etaj domda biz 4 metrga eniga mana bu spalnimiz 2 bo'lsa 2.30 eniga bo'ladi. Spalnisdan boshlaymiz. Spalni 1 kishilik, uzunasiga 2.10 ga eniga 1 metr qildirdilar klientimiz. Taglari displey bo'ladi, machalkasini ko'rasizlar, siylari plasmas poxa, uzunasiga 2.10. Xo'p, mana bu taglarni ochiq bo'lsin dedilar. Ukajon, baribir dom bizniki, tagiga narsalar qo'yib qo'yamiz. O'zbekchilik bilasizlar, o'zbekchilik narsa ko'p bo'ladi. Tagiga qo'yib qo'yishimizga xudo xolisa chiroyli narsa bo'ladi dedilar. Mana bu bosh tomonlari ham klientimiz o'zlarining ideyasi, hammasini klientimiz ideyasidan qilib berdik. Tremolari bitta eshikcha, bitta tortmacha qilingan, mana ko'ringlar. Tortmalari ham chiqib ketmaydiganlik variantidan, yaxshisidan tagida bitta stolcha ham qilib berdik nasib bo'lsa. Oynalarni ko'rasizlar, mana bu oynalari, yonlari charxlangan bo'ladi, qo'llarini kesib ketmaydigan, xudo xolasa. Ko'raverasizlar, kimga qiziq bo'layotgan bo'lsa, bemalol bizga zakaz qilaverasizlar. Shkafni ko'rasizlar, shkafni uzunasiga qilish imkoni bor edi. Yo'q, bizga shunaqa bo'ladi dedilar. 1 metr qildik, balandligi o'sha razmer 2.10 bo'ladi. Ishlari 50 sm, eshiklarini ham 50 sm dan qilib, katta-kattagina qilib qo'ydik. Tagida polka, o'zlarini qulayliklari uchun tepada vishelkamiz bor har doimgidek. Oshil-moshlarni 5 ta qilib berdik, eshigimizni kattaligini hisobiga. Ziylar aytganimizdek plastmas poxa. Xo'p, kimga xizmatlarimiz ma'qul bo'ladigan bo'lsa, bizni Jizzax shahar Orom mebellar bozoridan qidirasizlar. Telefon nomerlarini eslatib o'tamiz. 91 941 45 40 ga aloqa qilsizlar. Jizzax, Sirdaryo, Samarqandgacha dastavka ustonovka xizmatlari mutlaqo bepul bo'ladi. Kimga qiziq bo'lsa, telefon qilaverasizlar nasib bo'lsa. Xo'sh, boshladik. Assalomu alaykum hammaga yana bir bor. Jizzax Orom mebellar jamoasi xudo xolasa yana bitta ustonovka jarayonlarini yakuniga yetkazdik. Bugungi manzilimiz Samarqand viloyati Bulung'ur tumani, yo'l ustida Fozildosh bor, bilasizlar, betonkan ustida yangi qurilgan domlar bor, ana shu domga keldik. Xo'p, rekord o'rnatildi. Ya'ni nima bo'ladi rekord? Klientimizni seli uyini hamma mebelni to'ldirdik. Salkam $2,500 ga baratulasiga bor klientlarimiz zakaz berishdi. Zakazlarni nasib bo'lsa, olib kelib, chiroyli qilib o'rnatib berib ketyapmiz. Xo'sh, nimadan boshlaymiz? Menimcha kirishdan boshlayveraylik, mana kirishdan boshlaylik. Bitta prixoshka. Ana ko'rasizlar, prixoshka qildirdilar. 80 120 bo'ladi. Balandligiga 215 220 bo'ladi. Plus minus 2-3 sm. Ishlarini hammasini ko'raverasizlar mana. Xo'p, kimga yana shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol o'zimiz nomerlarga aloqa qilishlarsizlar. Jizzax, Sirdaryo, Samarqand bo'ylab dastavka ustonovka bor. Bu yerda ko'rsatdimmi? Oshxonaga o'tamiz. Spanliga aytdim, oxirida ko'rsataman sizlarga. Xo'p, bu tarafni ko'rsatdik. Bu bizdan emas, bu bizning mahsulot emas, bu o'zlari qildirishgan. Mana buni ham olib kelib o'rnatib berdik. Ko'ringlar, mehki mebel, ya'ni oshxonamiz uchun mo'ljallangan, ranglaridan tanlov bor, bemalol aytgan ranglaringdan qilib beramiz. Xo'p, domlaga mana shu narsa zo'r bo'ladi, mana ko'ringlar, ishlari sandiqcha, ya'ni o'zlaringga kerak bo'lgan narsalarni qo'yaverasizlar. Ziylarni mana bolgaga qilib oldirganmiz mahkam turish uchun. Mana bu materiallari ham moyishni, bemalol bola chaqa deymizmi, boshqalar shira bo'lib qolsa yoki kir bo'lib qolsa, bemalol yuvib olsalar ham bo'laveradi. Mana bu tagi ham prujinalisi bo'lar, pamperslisi bo'ladi. Ikkalasini ham tanlayverasizlar o'zlaring. Ana sizlarga tayyor. Ikkinchisini ko'rdilaringmi? Ana endi uchinchisiga o'tamiz. Mana bunisini ko'ringlar. Bunisi zalimizga bo'ladi. Hammasi o'zimizdan, hech qanaqa bu yerda to'qima narsa yoki boshqa narsa bo'lmayapti. Lobni ham olasan deb o'ylab turganlarga adashasizlar. Biz o'sha o'qigan narsamizni, qilgan ishimizni har doim aytamiz. 14 tali stol stulni ko'rasizlar. Ana sizga stol stullarimiz. Xo'p, bu Cobra deb ataladi nomi. Mana orqa taraflarda mana gulchalari, hammasi nasib bo'lsa upakovichni keldi, lekin domni 5-etajga chiqardik. Ana endi hamma ana qilormasin, biz ham ozroq ayblarimizni ham ko'rsataylik, mana aybimiz. Ko'ryapsizlarmi? Xo'p, mana bu yerda gul qochgan, mana bu yerda gullari ozroqgina qirilgan joychalari chiqdi, mana ko'rasizlar. Mana bitta. Endi domga 5-etajga olib chiqdik. Endi egalarni o'zlari ham ko'rishdi, egalarni o'zlari ham qarashib olishdi. Endi na iloj, bari dasturxonni skatertida qolib ketadigan narsa. Ko'ringlar, kimga ma'qul bo'ladigan bo'lsa, bemalol o'zimizga zakaz qilaverasizlar. Jizzax,
Sirdaryo Samarqandgacha dastavka bor. Bu ikkinchi xonamiz bo'ldi, adashmasam. Bu ikkinchi xona. Ana endi uzr aka. Mana bu xonaga o'tamiz. Bunisi spalnisi. Voy, yangi solib qo'yishga ko'pash. Adola, turaversin. Bo'ldi, esingizga qolmay turaversin. Xo'p, spalnisi bo'ladi, qaranglar. Ozroqini ochib qo'yaylik. Xudoy, yangi turaversin, sizni ham ovora qildik. Qaranglar, spalnisini bosh tomoni bo'ladi. Mana bunisi sandiqchali variantidan. Xo'p, sandiqchasini endi sal qiynalamiz ekan ochishga. Ana mayli. O'zi bu tarafga qilib qo'ydik, bular boshini aylantirib qo'yishibdi. Ko'ringlar, ana shunaqa sandiqchali varianti ham nasib bo'lsa bor. Mana bu shkaf ular. Shkaf uzunasiga 220 bo'ladi, ichlari 55 sm. Mana sizga ichlari. Oynalarga chaqlangan bo'ladi. Laminatdan mebelimiz. Mana bu ichlari. Bir tarafda ikkita kiyim ilishga qilib, ya'ni kalta kiyimlar uchun mo'ljallangan qilganmiz. Oldin ko'rgansizlar. Materiallarni ham ko'ringlar, materiallari ham rosa yaxshi materialdan lekin. Oynalarga har doimgidek chaqlangan bo'ladi. Ana sizga. Bu 3-xonamiz bo'ldi. Ana endi aslamni ko'rsatadigan boyaga spalni xonamizni ham ko'raverasizlar. Mana shu spalni xonamiz. Xonamiz sal torroq, endi qo'ldan kelgancha uydagilar bilan maslahatlashgan holatda mana shunday holatda tushirdik. Xo'sh, kirib kelish bo'ladi. Shkafimiz uzunasiga 260, balandligiga 215, 220 chiqadi, plus minus 2-3 sm. O'ymali MDF dan ana yonlarini ko'rasizlar. Ichida polkasi, tortmalari, yana tagida eshikchalari, ikkita chekti bir xil. Vaqtlaring olmagan holatda yana ko'rsatmaymiz. Mana bu tarafi uzun kiyim uchun. O'rta uzun. Bu ham veshilka bo'ladi, bu taraflari ham. Xo'sh, mana bu chekkasi mayda polkachalarni ikkiga bo'lingan polkali bo'ladi. Endi bu taraflarda ichi polka boya ko'rsatdik. Xo'sh, ranglarni qaranglar, ranglari shampansiya rang tiniq turibdi, qaranglar. Ana sizga havas qilganlar bitta like bosinglar, kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Kim zakaz qilmoqchi bo'lsa, bemalol o'zimizga aloqa chiqaverasizlar. Ana endi mana bu tremosi bo'ladi. Tremosining uzunasiga 1.30, 1.35 bo'ladi, balandligiga 1.80, 1.90 chiqadi. 3 ta tortmacha, 2 ta eshikcha, mana bu yerda yana kelinimiz uchun yana dababka tortmachasi ham bor. Galanteriya o'zlariga kerak narsalar tanlab qo'yishadi. Qizig'ini aytaymi? Akamni o'zi ham mebelchi ekan, olgan akam. Ukajon, Jizzaxda mebel ma'qul, o'zimizga ham biz eski mebellarni olib tirikchilik qilamiz. Bizga birato'la yangisidan sizlarga zakaz qilib qo'ya qoldik deyishdilar. Spalnisini ko'rasizlar. Spalnisini qoshlari. Mana bu qoshimning rangi yoqmasa yoki qanaqadir o'zlaringda fason gullar bo'lsa, sizlar aytganlaringdek qilib ham nasib bo'lsa chiqarib beraveramiz. To'mbichkasini ko'rsatdik, to'mbichkasi tortmacha, yana bitta tortmacha. Hamma narsasini menimcha ko'rsatdik. Spalnilarni ham ko'rsatib o'tdik. To'mbichkasi bitta emas, ikkita bo'ladi. Tugatdik, xudo xolasa videolar. Menimcha 5,5 minutlik video qildik. Hamma narsasi joyida bo'ldi. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol o'qib chiqasizlar. Jizzax, Sirdaryo, Samarqandgacha dastavka ustunon xizmatlari mutlaqo bepul. Xudo xolasa kamina kamtaron olib borib xizmatlarini qilib berishga va'da beramiz. Zakaz bo'yicha telefon qilaverasizlar. Apamam через Rossiya ko'rib telefon qildilar. Rossiya orqali qilib o'zlarini shu singillari, apalari deymizmi, o'shalar borib, o'zlariniklar ko'rib, tanlab olib kelishdi, xudo xolasa. Ko'ringlar, onlayn bo'lsangiz zakaz qilsalaring bo'ladi. Ovor o'rnatib beramiz. Xo'sh, assalomu alaykum. Yana bir bor hurmatli obunachilar va bizni kuzatib boradiganlar. Jizzax Orom mebellar bozor jamoasi xudo xolasa yana bitta ustonoq ijroini yakuniga yetkazdik. Bugungi manzilimiz Samarqand viloyati Oqdaryo tumaniga keldik. Loy shaharchasidan bir 5-6 kilometr yetmasdan. Ko'ringlar, klientimiz через internet yana zakaz qilishdi bizga. Nima bo'lyapti? Rossiyadan turib zakaz qilishdi. Xudo xolasa aytgan mebellarni olib kelib berdik. Shkafi mebelimiz 100% laminatdan bo'ladi. Tog'alari, ya'ni tog'alar jiyaniga podarka qilishdi. Ya'ni 3 ta jiyanlari bor ekan, o'sha jiyanlarga, opalarini, bolalariga mana shunaqa xudo xolasa chiroyli podarka bo'ldi. Ana endi mana shularni olib kelib berdik. Bitta, ikkita, 3 ta spalnilarga o'tamiz. Spalnis uzunasiga 205 sm bo'ladi. Eniga 85 sm. Ana endi qaranglar, spalnisni qalin qildirdilar. Zakazmi ukajonim pulidan qo'shib beraman, faqat mana machalkasi kichkinaroq bo'lardi. 3li machalka bo'lardi, 10li qilib berdik dedilar. Mana shuni katta qilib nasib bo'lsa qilib berdik. Spalnisdan boshlab oldik. Oyoq uchida tortmachalar qilib berdik. Zilar, plasmas, PVX har doimgidek yonlari mana bunaqa ramkacha bo'lib aylanganli variantidan. Yonlar yerga tegib turadi. Qornida 1-2 ta ko'tarib turadigan lagasi bo'ladi. Mana bu spalnisini bosh tomoni. Aytganimizdek, zilari ham plasmas, PVX. Uchalasi bir xil, uchalasiga sizlar vaqtlarini olmagan holatda bitta to'xtalib o'tmaymiz. Hammasi idealni tushdi. Boltga kelgan olinganini bir ko'rsatib o'taveramiz. Xo'sh, mana bosh tomoni, ana bu orqalari, hamma narsasi mana bir xil holatda turibdi. Baquvvatgina.
Xudo xolisa, yosh bolalarga ham 7 yoshdan 70 yoshgacha degan maqol bor-ku o'zbeklarda. Ana shu 7 yoshdan 70 yoshgacha bemalol olib ishlataversalar ham bo'ladi nasib bo'lsa. Spalnerga boshqa aytmaymiz, bo'ldi, tugadi. Ana endi shkafga o'tamiz. Shkafimizda 100% laminatdan, uzunasiga 240, ichlari 55 sm bo'ladi, balandligiga 215, 220 bo'ladi, plus minus 2-3 sm bo'ladi. Mana buni, xo'sh, bilasizlar, lentachasi bo'lardi, lentasini hozir sizlarga bitasini olib ko'rsatamiz. Bilasizlar, buni o'zlari uydagilar olishadi. Ruchkalarni ziylardan oq patchalari bor, kelib yopilganda qattiq ovoz chiqarmasligi uchun. Mexanizmi ham yaxshidan bemalol bexijolat olaverasizlar, mexanizmi chiqib ketmaydiganlik variantidan. Qaranglar. Klientimiz o'sha jiyanlariga deb akam o'zlari eskiz chizib berdilar, o'sha eskizlarga qarab zakazini qilib berdik. Bitta, ikkita, uchta, to'rtta polka, bir tarafi polka bo'ldi. Xo'p, o'rta oyna umumiy. Ana bu ichlari. Bitta tipada shapka polka bor, vishilkamiz bor, yana bitta vishilka bor. Endi bu tarafini ko'rsatamiz. Bu tarafi ham o'sha laminatli eshik bo'ladi. Bu tarafi ham xuddi shunaqa tipada bitta polka ikkita kiyim ilish uchun. 3 ta jiyanga nasib bo'lsa podarkamiz mana shu bo'ldi ukajon deb bizga zakaz qilishgandi. Shkaflarni mana yonlaridan hamma joylarini ko'rsatib o'tdik. Nasib bo'lsa. Xo'sh, kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol bizga aloqaga chiqa olasizlar. Jizzax, Sirdaryo, Samarqandgacha dastavka usturonka xizmatlarini mutlaqo bepulga qilib beramiz, xudo xolasa. Telefon qilasizlar 91 941 45 44. Chet davlatdan ko'radiganlar bizni musofirda yurgan aka-ukalarimiz, opa-singillarimiz bo'ladigan bo'lsa, bemalol bizga aloqaga chiqa olinglar. Telefon qilinglar, telefon qilib tusholmasalaring, Telegramdan yozsalaring ham bo'laveradi. Ustida 45 44 qidirasizlar yoki telefon nomerlarini sanab qilaring. Xudo xolasa Telegramimiz chiqib keladi. Charchamanglar, xudo xolasa yana ustunon hujurlardan biz davom etamiz, sizlarga yana ko'rsatib o'tishga harakat qilaveramiz. Xo'sh, davom etamiz. Ustunoq videoning yakuniga yetkazdik. Ana endi sizlarga mebelimizni tushganini xudo xolasa yana bir bor ko'rsatib o'tishga harakat qilamiz. Xonaga tushganini o'zlaring bahosini berasizlar. Mana bu xona, ya'ni kirib kelishimiz bo'ladi, boya aytganimizdek. Mana shu joyga shkafimizni qo'yib berdik. Shkafda uzunasiga 240 bo'ladi, balandligi 210 bo'ladi, ichlari 60 sm. Ana didi nozik tabli klientlarimiz bo'lib qolsa, xudo xolasa ana shu boya bitta opamizga telefon qilib, ukajon, menga ichini 60 qilib ber deganlar, ana shu ichlari 60 sm mana shunaqa bo'ladi. Xo'p, mebelimiz 100% laminatdan bo'ladi. Xohlovchilar uchun MDF sizlarning yuza qismida MDF qilib beramiz. Laminat sizlarning laminatdan bo'ladi. Laminat bilan qolganini ajratishni men sizlarga o'rgatay. Laminat usti ko'chib ketadigandan emas. Mana biz ziga apparat yopishtirib beradi. MDF bilan laminat farqi, MDF ga ustiga o'yib ishlov bersa bo'ladigan varianti bo'ladi. Xo'p, gapni cho'zmaymiz, shkafga o'tamiz obzorga. Shkafimiz ikkita eshikli qilingan, zakaznoy 240 ligini aytdik, balandligi 210-215, ichlari 60 sm bo'ladi. Bu tarafda ko'rasizlar, tepada ikkita xonacha qilganmiz, ya'ni o'zlaring shu narsalarni qo'yaverasizlar. Shapka polka deb ataymiz. Bu yerda vishilkasi bor, pastda yana polkasi bor bo'ladi. Oq Euro samarizga yig'ilgan, mana bu sizga eshigini yopilishi. Ziylarda ruchkacha tillarang qo'yilgan, patchasi bilan mana. Mexanizmi ham ko'chib ketmaydi, ya'ni chiqib ketmaydigan mexanizmdan mana bunaqasidan oling, xudo xolasa bexijolat ishlataverasizlar. Oyna qilingan ikkita yonma-yon oynalari ham bo'lak-bo'lak, mana ko'rasizlar, o'zini husniga yarashib turibdi oynamiz. Biz ham mana shuni detalni o'ylab, hammasini chiroyli qilib yasagan bo'lamiz. Ya'ni ham tabiiga qarab, "Yo'q, ukajon, men mana bunaqa narsani xohlayapman" desangiz, u aytgan narsangizni ham bemalol yasab beraveramiz. Mana ichlarini ham ko'ringlar. Klientlarimiz qulaylar uchun polkalar qilib berganmiz. Tepada ham yana veshilkasi bor har doimgidek. Ana sizga shkaf turishi. Hamma narsasini shkafda aytdik. Ana endi mana bu yerda trimosga o'tamiz. Mana bu trimos bo'ladi. Trimos 1.25. Uzunligiga, balandligiga 1.80-1.85 chiqadi, plus minus 2 sm. Mana bu yerda tortmachi. Hamma mexanizmi vakuumli qilib ishlatilgan. Ko'rasiz, o'zi yopilib ketadiganidan. Mana bu yerda oyna qo'yilgan, atela mana ichkaridagi narsalar ko'rinsin deb. Xo'sh, ikkita polka tortmamiz bor yana pastda klientimiz uchun. Mana bu yerda mana svetlari bor, kechqurunga yoqib qo'yishalaring o'zlaring uchun. Svetellikni vazifasini ham bajaraveradi. Mana bu taraflarni ham ko'rasizlar. Stulchiga bo'ladi обязательно. Ana bu sizga trimo oynasi. Xo'sh, trimosini ham aytdik, mana sizga komodi bo'ladi. Bu komod 4 ta tortmacha, har doimgidek boya aytganimizdek, komodlari ham vakuumli oshimoshida qilingan. Ana rolikda hamma narsasi bir xil. Ruchkalarga e'tibor berasizlar, ruchkalari ham temirdan originali. Mana sizga. Uzunasiga bu 90 sm bo'ladi, balandligi ham 90 sm bo'ladi. Plus minus 2 sm bo'lishi mumkin. Ana endi spalnisiga o'tamiz. Spalnisi har doimgidek 210 ga 170 bo'ladi. Yonlari yerga tegib turadigan variantidan bo'ladi. Bolt yakalarga olingan. Ana shu spalnisi bo'ladi. Matrasiga 3 yilgacha garantiya beramiz. Matrasi qimmatidan e'tibor berib qo'yasizlar. Mana bu spalnisini bosh tomoni.
Xo'sh, sizlarga yana bitta nima desak bo'ladi? Ha, qulaylik. Mana buni masalan maloshniy rang, zamsh bo'lgan. Xohlasangiz qora, siz aytgan rangga qilib beramiz. Ukajon menga mana shuni bosh taraf mana shunaqa rang yoqdi yoki mana bunday fason yoqdi deng. Boya aytganimizdek, sizni qulaylik uchun hamma vazifani xudo xolasa bajarib berishga harakat qilamiz. Spanlisini aytib o'tgan 2 o'nga 1.70 mana bu tumbichkasi. Tumbichkasi ikkita bo'ladi. Nariga xonaga qo'yib qo'ydik, ozroqgina sig'magani uchun. Ana ko'rasiz tumbichkasi. Tumbichkalar ham vakuumli qilib ishlatilgan. Mana bu yerda svitchasi bor. Mana buni xudo xolasa ulashsa, svit yonadi. Xo'sh, kimga xizmatlarimiz ma'qul bo'ladigan bo'lsa, bizni Jizzax shahar Orom mebellar bozoridan qidirasizlar. Telefon nomerlarini qoldirganmiz, bemalol aloqaga chiqasizlar. Jizzax, Sirdaryo, Samarqandgacha dastlabki ustanova xizmatlari mutlaqo bepul ravishda qilib beriladi. Telegramdan aloqaga chiqing. Chetda musofirda yurgan aka-ukalarimiz bor, opa-singillarimiz bor, bizga aloqaga chiqishyapti. Telegramdan chiqing, Telegramdan kataloglarni tashab, xudo xolasa uylaringning o'lchovlariga qarab chiroyli qilib berishga harakat qilamiz. Telefon qilasizlar, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Xudo xolasa o'zimiz borib sizga ustanova qilib beramiz. Charchamaysizlar, sog' bo'lasizlar. Xo'sh, tugatdik. Yana bitta ustanova joylarini yakuniga yetkazdik. Bugungi manzilimiz Toshkent viloyati Yangiyo'l tumaniga xudo xolasa mebelimizni olib kelib o'rnatib berdik. Xo'sh, xonani ko'ringlar, xona hamma narsa qilingan, mana stol stulllari o'zi bor ekan, bitta shu servant kam ekan, nasib bo'lsa mana shu TV penalda servantni olib kelib berdik xudo xolasa. Xo'sh, mebelimiz 3 metr bo'ladi mana bu ko'rinishi. Mana bu 75, uzunasiga 2.35, 2.40 chiqadi, plus minus 2 sm. Mebelimiz MDF dan bo'ladi. Ana sizga mebelimiz. Bu ichlari orqa taraf kuzgu bo'ladi, polkalari bo'ladi mana bu yerda, oshiq-mo'shlari 4 tadan. Ana sizga. Ana bu ichki qismlari. Yonlarini ham qo'yinglar, mana bu yon tarafdan ham bemalol idishlaring ko'rinishi mumkin. Mana bu yuqori tomoni. Shampan svet rang bo'ladi bu. Shampan svet rang hozir hamma uyga ishoninglar bir degandan tushadi. Ana sizga turishi. Mana bu tremosi bo'ladi, ya'ni TV penal mana bu yerga televizorchani qo'yasiz, xudo xolasa 3 ta tortmacha, 2 ta eshikcha. Ana bu sizga ichlari. Ichlarida обязательно polkasi ham bo'ladi. Tortmalari ham chiqib ketmaydigandan. Shampan svet rangligini aytdik, xudo xolasa. Xo'sh, kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol bizga aloqaga chiqasizlar. Jizzax, Sirdaryo, Samarqandgacha dastlabki ustanova xizmatlari mutlaqo bepul, qolgan viloyatlarga kelishilgan holatda qilib beramiz. Bu opamiz ham to'g'risi bizni internetdan topib, internetdan zakaz qilishgan. Biz bilan ko'rishmay, gaplash, misol uchun umuman biz bilan oldi berdi qilmaganlar, paramoy telefondan chiqyapti, ukajon, ha, mebel olib kelib bermanga, bo'ldi, olib borib beraman, zaklab tashlab berasiz, zaklab tashlab berdilar, mana xudo xolasa ko'ngillarida mebelni olib kelib berdik. Ishimiz yakuniga yetkazdik. Kimga xizmatlarimiz kerak bo'lsa, pastda nomer qoldirganmiz, aloqaga chiqasizlar. Jizzax, Sirdaryo, Samarqandgacha dastlabki ustanova mutlaqo bepul, qolgan viloyatga kelishilgan holatda qilib beramiz.